Mashinani tayyorlab tur. Qizim, Assalomu alaykum. alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsan bu yerda? O'ynab yuribman. Qayerda turasan? Yerda turaman. Bu yerda. Shirinlik yaxshi ko'rasanmi? Ha? Senga morojniy olib beraymi? Yo'q. Yo'q, keyin men seni uyga olib borib beraman. Xo'p? Yur, altdan qizim aka o'zi. Odam o'g'irlash. Guvohga bo'lgan shaxsga nisbatan g'arazli past niyatlarda bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilishi bu jinoyat javobgarlikka sabab bo'ladi. Ushbu hukmni sodir qilgan shaxsga nisbatan qonuniy javobgarlik bor. Ya'ni sud tomonidan 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni qarovsiz qoldirmang va ularga e'tiborli bo'ling. Shuni unutmangki, sizning huquqlaringizning himoyasi o'z qo'lingizda.